Assalomu alaykum. Bizni navbatdagi bemorimiz bularda 10 yildan beri qandli diabet 1-tip bilan og'rib keladilar. Bularda shu oxirgi 2 yil davomida bularda shu ich ketishi simptomlari ko'p kuzatilgan. Boshqa mutaxassislar, ya'ni gastroenterolog shifokorlariga murojaat qilganlar va davo muolajalar olganlar hech qanaqa samara sezmagach O'zbekistonga davolanish maqsadida keldilar. Burada aniqlashimizcha qandli diabetning asoratlaridan bittasi, ya'ni diabetik avtonom neyropatiyaning gastrointestinal formasi aniqlandi va davo muolajalarini boshladik. Kunlik davo muolajadan so'ng ich ketish simptomlari yo'qoldi, bartaraf bo'ldi. Men Sultonov Madadbek, Qirg'iziston Respublikasidan kelganman. Shu Aziya Shayn degan klinikaga o'zim amakimdan eshitib kelganman shu yoqqa. Men 10 yildan beri sag'ir kasalligi bilan davolanaman. O'zimni ko'rsatmagan joyim qolmadi. Xudoga shukr, Xudo shu yerlarga yetkazibdi. Hozir mana doktorlar yaxshi ekan, yaxshi qarashyapti. Sag'ir asoratlari ketyapti. Hozir bir haftacha bo'ldi, ancha o'zimni yaxshi his qilyapman. Doktorlarga rahmat, shuncha yaxshi qarashyapti. Aziya Shayn klinikasiga kelib davolanishi hammaga nasib qilsin.